emas ular. Allohning posbonlari ular. Qattiq gapirsak ham, yumshoq gapirsak ham benamozlik haqida o'zi payg'ambar alayhisalom aytib qo'ygan, Alloh aytib qo'ygan gap bor. Qattiq bo'lsin, yumshoq bo'lsin, bitta haq gap bor. Alloh taolo namoz o'qinglar dedi. Bu farz bo'ldi bu. Bu farz bo'ldi bu. Payg'ambar alayhisalom Allohdan olib turib, as-solat burhonul mu'min dedilar. Namoz mu'min kishini hujjati dedilar. Namoz o'qimagan odamda hujjati yo'q. Hujjati yo'q u odam. Men musulmonman deyishga haqqi yo'q, hujjati yo'q uni. Men Qirg'izistonlikman deyman, dunyoning qayeriga borsam, pasportim bunday ko'rsataman-da, hujjatim bor. Qirg'izistonligimga. Allohning mu'min bandaligiga hujjati namozi. Mu'minlikka hujjat namoz. Namozi yo'q odamda hujjati yo'q. U odam men musulmonman deyishga haqqi yo'q. Namoz o'qimay ketgan odam likulli shay'in miftahun va miftahul jannati as-solat dedilar. Har narsaning kaliti bor. Jannatning kaliti namoz dedilar. Jannatning eshigini tagiga borib, eshikni oching desiz, kalitingiz qani? Kalitingiz yo'q. Benamoz bo'lib borgansiz. Yer yuzi to'planib janozangizni o'qisin. Yuzlab qo'yizlarni so'yib xayri ehson, xatmi Qur'onlar qilib tashlang. Kalitsiz bor desiz, eshik beqqana qilasiz. Cho'rni xoti yo'q u jannat. Uni posbonlari Allohning posbonlari ular. Berib qo'ysangiz hech kim yo'qmi deb turib ochib beradigan emas ular. Allohning posbonlari ular. Namozi yo'q odam hujjati yo'q. Musulmonchilikka hujjati yo'q uni. Men musulmonman deb o'ylamasin. Uni orqasidan duo pata qilib masxaravozlik qilinmasin. Masxaravozlik u, dinni xorlash u. Namoz yo'q odamga Qur'on o'qigan odam gunohkor bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom men ikki narsani Allohdan so'radim, bittasiga izn berildi, bittasiga izn berilmadi dedilar. Onamni ziyorat qabrlarini ziyorat qilayin, onamga talabi istig'for qilayin dedim. Bittasiga ruxsat berdi, ziyorat qilgani ruxsat berdi. Istig'for aytgani Xudo ruxsat bermadi dedi. Payg'ambarni dunyoga tuqqan onasiga, islomdan ilgari la ilaha illalloh demay ketgan onasiga talabi mag'firat qilayin desam Xudo ruxsat bermadi deb yig'ladilar. Hamma sahobalar yig'ladilar. Payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lganlaridan keyin onalarini qabrini ziyoratiga bordi. Atrofda sahobalar billa borishdi. Ikki narsani so'radim, bittasiga ruxsat berdi. Onamni qabrini ziyorat qilayin, haqqiga duo qilayin dedim. Qabrini ziyorat qilishlikka ruxsat berdi, borib ziyorat qildi. Talabi mag'firat qilishlikka Xudo ruxsat bermadi dedi payg'ambarga. Yer yuzida o'sirag'voy odamlar falonchini maqtab orqasidan xayri ehsonlar u so'yishlar u Qur'on o'qishlar gunohkor bo'ladi. Xudo qaytargan ishni qilayotganligi uchun. Benamoz odam musulmon emas. Musulmonchilikka hujjati yo'q. Buni biz aytmayapmiz buni. Rabb qori kelib shuna deb ketdi demanglar, payg'ambar aytdi buni. Payg'ambarning gapiga inkor qilgan bo'lasiz. Payg'ambar aytdilar, as-solat burhonul mu'min. Namoz mu'min kishining hujjati dedilar. Demak, namoz o'qimagan odamning hujjati bormi? Yo'q. Mu'minligi yo'q uni. Jannatning kaliti namoz dedilar. Benamoz o'tgan odam bekalit bordi. Bekalit bordi. Kaliti yo'q uni. Jannatni tepib ko'rsin, urib ko'rsin, kalit yo'q, ochilmaydi, iloji yo'q. Bundan ortiqcha qattiq gap bo'ladimi? Namozi yo'q odam ovora bo'lmasin. Payg'ambar namoz o'qimay ketgan onasini talabi mag'firat qilayin deb duo qilayin desa Xudo ruxsat bermadi payg'ambarga. Kim bo'lib qopti bu yerdagilar? Kim bo'lib qopti? Xudo saqlasin. Xudo saqlasin. As-solat mi'rojul mu'min. Namoz mu'min kishining me'roji. Me'roj Xudoning huzuri. Allohu akbar deyishingiz bilan dunyodan uzilasiz, Xudoning huzuriga chiqasiz.
umrida biron marta Xudoning huzuriga bormagan odam endi undan nimani talab qiladi? Mana bu dunyoda hojatingizni talab qilib unga bunga borasiz. Meni manaqa ishim bor, ustiga borasiz. Mana hojatim bor, shuni qilib bering deb. Biron marta butun hayotida 60-70 yil Xudoning rizqini yeb, Xudoning hayotini ko'rib, biron marta uni huzuriga bormagan odam uni yaratib qo'ygan jannatiga bermoni menga deyishga nima haqqi bor? Nima haqqi bor uni?